Yana qo'yib ketdik, o'g'aylar. Assalomu alaykum quyosh quvozlari. Mana bugun Bulovoshiga Nayman aka. Bulovoshiga keldik. Chunki o'zimiznikilar hammasi salom alaykum Sultonmurod. Assalomu alaykum akalar, qadrdonlar, tinchsizlar. Qo'ylarni boyapti unga. Qo'ylarni qo'ylar. dekonchilik. Fevralda olgan. Mana Nolu fevral oyida olingan ikkita samka, bitta samess beruvdi ukamiz. Yangi boshlayotgan. Mana 1 oylik bo'libdi bolalar. Rosa 1 oy. Bolalari ham yeyaptimi yem uka? Yem. Nima yem beryapsiz uka? Yemoq o'zimiz Bulovosda ko'rimda. Ko'rim, nomini bilmaysan? Yo'q. Faqat ko'rim yeydimi yo boshqa? Faqat ko'rim beri. Beri. O'zimiz usulda aka, tol, biraz aqlini. Ha, to'lam beryapsiz. G'ajiyaptimi tol? Ha, gap yo'q ekan. Zo'r baqiribdi uka. Onasi ham zo'r. Onasi 5 kilo 200 midi? 5 kilo 200 bo'lib ketdi. Hozir rosa tozalanibdi-da, tug'ib ekan. Necha 2 marta tug'di sizda? Ikkinchisi. Birinchi partiyani endi o'zim haligi birinchisi uchun katta qilmadi, ikkinchisini katta qilyapti. Yana qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Ha, o'zi. Gap nari partiyani ham oling-chi endi. Ha, gap yo'q, mashalloh, barakasini bersin. Mana bolalar. Nechta bu bolasi? 6 tami? Buni 6 ta edi, bitta bolasi nima qilib tug'ibdi. Bu bayaptimi o'tosa? Qo'yapti, men Sherigi. Молодец. Kecha tepadan tushsam o'tyapti. Ana samki. Mana Xudo olsa yangi yilgacha bu ancha o'tib ketadi Sultonmurod. Aytyapti. Boqishni bilish kerak, mehr berish kerak-da bunga. Ko'ryapsizmi? Narigilardan oling-chi. Ular qo'lda ushab turasiz Sultonmurod. Keyin maza qiladi. Bular necha kunlik bo'ldi? 2 teng tuqqan. Mana 2 kunlik farqi bor xolos. 2 kunlik, ha. Mana 28 kunlik bo'ldi-da. Narigilar 30 kunlik, ha. Mashalloh. Toza kaliflar mana. Kilolari ham zo'r xudo olsa, zo'r. Qaroga bog'liq hammasi. Kichkinagina joyda shuncha ko'paytiribsiz, Sultonmurod. Mana shu ikkita katta edi, ha? Ikkita katta edi. Молодец, mashalloh. Keyin uni shu yerdan olib qolmay, ichkariga kirgizdir. Onasi, bolalari bor yana ichkarida. Ishonmayapmiz. Ma'lum, erkak dushoring-ku. Erkakni ko'rib bor. Otasini. Ko'p quruq ekan, taylari ham, o'zlari ham, ushlasangiz ham maza qilasiz. Mana otasi. Ha, qoshlari chiqib, kallari bomba yo'q. Mashalloh, zo'r. Ha. Mashalloh. Bu ish tortmadingizmi uka? Kalla bilan bo'yin bir xil olib ketdi. Bir tortgan 4 kilo qancha ham chiqdi bu. Hozir yana ozib bo'lmi? Issiqqa sal ishtahalanadi. Ja, yaxshi, zo'r. Shunchalik bo'ladi. Yerishi, sog'ligi hamma yo'q zo'r. Gapi, mashalloh, zo'r. Aslida keyin qanday bo'lsa handek. Mendan kelgandan ko'ra ancha o'zgaribdi erkak. Mendan kelganda buncha anaqa emas. Qoshlari ham qora, qarang. Ishlayapti, rosa ishlayapti-da. Endi bu yerda ikkita yil ishlayapti ekanda. Bu yerdagi yeyish hamma yo'q oldi dedi. Gapi. Beydan ham puli. Quruq beryapsizmi beydan? Ha, beydan quruq aka. Bu nari partiyalar oling endi. Gapi. Bular endi hali birinchi tug'ilganlar, ha? Sizdaki hamda Qochib, men olib kelib turib, ertasiga qochirib qo'ydingiz bular. birinchi bolalarim Sultonmurod. Bular birinchi, hozirgi ikkinchi. Qarang, fevral oyidan beri o'zi qancha bo'libdi mana bir zotiga qarang. Yana buni bir partiyasi pateriya. Kim yordam beryapti Sultonmurod? Bolalarimda. Ha, yaxshi. Men taylab qo'yib ketaman endi. Deganim siz hali qo'ylarni adirga olib chiqib ketasiz, shu paytda kim qaraydi deyman. Shu bolalarni qarayapti. Ha, gap yo'q. Ha, bular ovoz ko'rasiz, agar hammasi kelib oladi mana shu yerga bolalar. Ha, maza qilishadi-da ular. Bular chiqadi, bu yoq qiladi, bu yoq qiladi. Mashalloh, mana 3 ta dona, 2 ta urg'ochi, bitta erkakdan mana o'zi natija 2 oldim. Buni natija deydi-da, u pulga sotib olganda natija demaydi. Mana. Mashalloh, birinchi partiya. Gap yo'q. Bularni ertaga yana qochirib qo'yasiz-a? Ha, bugun qo'yib o'tiraman bularni. Nima deysiz quyonchilarga, baxshim quyonni hozirdan boshlasin, hozirdan. Erta endi u hozirdan boshlasa bo'ladi. Kuzda baqaman, qishda baqaman. Qishda sovuq chiqsin deydi. Bahorda kuz kelsin deydi. Nimaga qiziqsa aka, hozirdan boshlasin. Ha, gap yo'q. Omadingiz bersin, barakasini bersin. Maza qildik-ku tomosha qilmoq. Yo'llar qarang. Yomon ish emas. Ha, Xolos. Kasbdan bog'liq. Bu qo'shimcha bo'lyapti sizga Sultonmurod. Daromadda aka men. Uyga kelib to'g'ri kattaga kelsangiz kerak. Gap yo'q, mashalloh. Bolalarim hammasi masjidda. Ha. Hozir kelishmayapti xolos. Bo'lmasa hammasi mana shu qo'shni bolalar ham. Ha, gap yo'q. Turishimiz. So'ragan ayincha.
Ha. Endi ko'paytirib oladi bu anaqa. Ha, yaxshi ki. So'raganlarga ham berib qiziqtiring-ki. Beraman hammasi Berib- ikkita qilib Ha, beraman. so'ra- Ko'paytirib olsam beraman ketdi. Ko'paytirib Beshtadan bering. ancha ko'paytirdi. Ya shunchalik Agar ko'payapti. 3tadan mana nechta bo'libdi hozir? 20 ta bo'ldi. 20 ta qarang. Zo'r ekan. Yana bir oydan keyin tug'ib beradi. Bo'lmasa birinchi bola paterya bo'lib qoldi. Qishda tug'ilgan uchun. sovuqda-da. Sovuqda. Yangilik qildi. qildi. Hozir ikkinchisi 6 ta katta qildida endi. Gap yo'q ekan. Hozir yana qo'yib qo'ysam bir oydan keyin xudo xohlasa. Mashalloh zo'r ekan. Bular hozir sotilmaydiganda demak aka. Qishda hozircha- kelamiz ekana sotuvga xudo xohlasa. Xudo Barakasi xohlasa 100 ta qilib qo'yaman aka. Bo'ldi, xudo xohlasa. Qo'ydi 100 ta qilgan qo'yandi. O'ynab kul 100 ta qilasizga. Bir oy tug'ar ekan aka bu. Ha. Qo'ydi 6 ta kutadi. Omatinglar bersin. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa mana barakali jonivor. Jaydarchi ketyapti hali o'zimiz haligi. Ha, O'zimiz istaydi. Dehqoncha. zo'r. Ko'z tegmasin.